Siz Al-Haramayn soatini olgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Bu oddiy soat emas, bu sizning ibodatdagi yordamchingiz. Bugun siz bilan birga soatdan to'g'ri foydalanish, to'g'ri nastroyga qilish, ism yozish, qibla ko'rsatish, namoz vaqtini aniqlash, shunga o'xshagan funksiyalarni bir qator ko'rib chiqamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Soatimizning umumiy ko'rinishi o'zining korobka dokument bilan birga bo'ladi. Ochib ko'ramiz. O'zining korobkasi va dokumenti, ya'ni garantiya talonlari bilan birga. Soatimizning tashqi ko'rinishi safir stiklo, ikkita mexanizm, ikkita batareyaga ishlaydi. Korpusi nerjaviki, suvda tahorat paytida bemalol foydalanish mumkin. Soatimizning 3 ta knopka orqali boshqariladi, ya'ni oldingi, orqaga kirish knopkasi. Bu glavniy ekran, tepada sana, hozirgi vaqt, bu namoz vaqti. Birinchi knopkani bosamiz, hijriy vaqt ko'rsatadi. Yana bossangiz, bomnodga qolgan vaqt 2 soat 26 minut. Bular har bittasini alohida vaqtlarni ko'rsatadi. Bomnod, quyosh chiqishi, peshin, asr, shom, xufton, qibla. Bularni alohida to'xtab o'tamiz. Qiblani ko'rsatadi. Sekundavera bor. Ism yozsa bo'ladi. Qur'on zametka bor. Menyu orqali to'liq nastroy qilinadi. Buning uchun o'rta knopkani bosib kirasiz. City selection, shahar tanlash. Deyarli barcha davlat shaharlari kiritilgan. Alfabet bo'yicha qaysi kerak bo'lsa o'zingizga belgilab qo'yishingiz mumkin. Kiramiz, o'rta knopkani bosib. Mana Saudiya. Bizga O'zbekiston kerak. Birinchi knopkani bosish orqali O'zbekiston topib olamiz. O'zbekiston. Bu shahar kodi. O'rta knopkani bosamiz. Alfabet bo'yicha har bitta viloyat katta tumanlar ham belgilangan. O'zingizga kerakni belgilaysiz. Qaysi shahar belgilasangiz, shu bo'yicha hozir vaqtda namoz vaqtini o'z avtomatik to'g'rilab ketadi u yog'iga. Bizga Toshkent kerak. Mana Toshkent bu kodlari bilan birga. O'rta knopkani bosamiz. Toshkent vaqtiga o'tdi. Agarda mabodo siz tanlayotgan shahar bo'lmasa, uni alohida shahar kodlari bilan joylashuv bilan birga kirishingiz mumkin. Bu hozirgi vaqt to'g'rilash, set time. Buning uchun o'rta knopkani bosib kiramiz. Mana 12 soatlik formatda turibdi, PM, EM da. Soatimiz 12:57 bo'libdi. 12 ni belgiladik. Endi minut to'g'rilaymiz. 57. Yilini to'g'rilaymiz. 2025. 6-oy va 9-kun. Dushanba. Hijriy vaqt to'g'rilash shart emas, chunki hozirgi sanalarni to'g'rilaganda buni o'zi avtomatik to'g'rilab ketadi. Mana 12-kun, 12-oy, 13-kun, 12-oy bu yil 1446. O'rta knopkani bosamiz. Keyingisi language, bu til tanlashingiz mumkin. Arabchada yoki inglizchaga qo'yishingiz mumkin. Kiramiz. Mana ingliz tilida, arab tilida. Bizga ingliz tili qulayroq. Keyingisi kalendar. Bu yerda hijriy yoki gregorian vaqtni belgilashingiz mumkin. Bu glavniy ekranni ko'rsatadi. Unisini qo'yasiz yoki bunisini qo'yasiz. Keyingisi azon edit. Bu narsa deyarli ko'p soatlarda yo'q bu funksiya. E'tibor bersangiz, 2-3 ta taqvimni yonma-yon qo'yganingizda ham to'g'ri shaharlar bo'lsa ham 2-3 minutga farq qilishi mumkin. Shunaqa holatda sizga nima qilish kerak? Siz tanlayotgan nima bilan solishtirayotgan bo'lsangiz, например, sajda uzma yoki islom uzma, o'sha qaysi ma'lumot bo'yicha qarayotgan bo'lsangiz, tekshirayotgan bo'lsangiz, shu bo'yicha to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. Bunisini ko'rib chiqamiz. Mana o'rta knopkani bosish orqali kirasiz. Bu qo'shimcha vaqt qo'shish yoki ayirish mumkin. Bu hozir 12:42 da 2:42 da signal chaladi deb ko'rsatdi. Buni qo'yishimiz mumkin, ya'ni mana vaqt o'zgaradi yoki kamaytirishimiz mumkin. Mana shu ko'rinishda
har bittasini alohida to'g'irlab chiqishingiz mumkin, imkoniyati mavjud. Bu ketdi. Endi keyingi qilgan ishimizni time display orqali format to'g'rilanadi. Mana 24 soatga o'tdi, soat, minut, sekund. O'rta knopkani bosamiz. Alarm, ya'ni budilnik. Bu hozir o'chib turibdi. Buni yoqish uchun kiramiz. Bu yerdan vaqt belgilaymiz. Qaysi vaqtni belgilasak, shu bo'yicha har kuni signal chalish orqali eslatadi. Bizga 8:00 kerak. O'rta knopkani bosasiz. Minut 00 bo'lish 00 qilamiz, boshqa shart emas. Bips signal soni, ya'ni shu vaqt bo'lganda necha marta signal chalsin deyapti. Bunisini biz 10 ta qilib belgilaymiz. Bu ixtiyoriy. Bittadan 59 gacha qo'yishingiz mumkin. Bizda belgilangan vaqtda 10 marta signal chaladi. Buni holati yo'q, 10 holati turibdi. Keyingisi taqvim. Bu narsani ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Faqatgina shahar belgilab shuni o'zida to'g'ri nastroyka qilinib o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Shahar belgilangandan keyin mazhab belgilaysiz. Bizda Imom Azam, ya'ni Hanafiy mazhabi bo'lgani hisobiga Hanafiy mazhab belgilasangiz to'g'ri ko'rsatadi asr vaqtini. Chunki qolgan mazhablarda yarim soat yoki 40 minut oldinroq bizga qaraganda boshqaroq o'qishadi. Buni to'g'rilash uchun mazhab, ya'ni taqvimga kiramiz. O'rta knopkani bosish orqali kiramiz va shularning orasidan Hanafiy mazhabini belgilaymiz. Mana Hanafiy. O'rta knopkani bosasiz. Keyingi qilgan ishimiz do'shi 2 da, ya'ni eng oxirida turibdi. Buni 1 ga yoki 2 ga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Brand, ya'ni qisqartmasi HRM. E'tibor bersanglar, bu narsa faqatgina original soatlarda bo'ladi. Ya'ni Al-Fajrda, Al-Haramenda shunaqa joy bo'ladi. Qalbaki soatlarda yoki arzon soatlarda bunaqa narsa yo'q. Bu batareyka holati to'la deb ko'rsatdi. Aslida batareyka 2 yil 3 yil xizmat qilib beradi. Keyingisi reset. Bu restart, ya'ni qaytadan nastroyka qilishga hammasini 0 ga tushirib yuboradi. Buni kerak paytda ishlatgan ma'qul. Ya'ni shu ishlatishda e'tibor qilamiz. Shuncha qilingan narsa hammasi 0 ga tenglashtiradi, ya'ni 0 dan boshqatdan qilib yuboradi. Sleep mode. Bu narsa ekranni o'chirib qo'yish uchun foydalanadi. Bu hozir o'chuv holatda. Bu nimaga kerak? Bu narsa ekran polni o'chib turadi. Qachonki knopkani bossiz yonadi, qolgan paytda o'chib turadi. Bu qisman batareykani ekran qilish uchun ishlatsizdan bo'ladi. Bu narsani yoqishni ko'rsatib o'tamiz. Tak, buning uchun sleep mode'ga kiramiz. Bu o'chib turibdi. Buni yoqamiz, ya'ni birinchi knopkani bosamiz, 10. O'rta knopkani bosib tasdiqlaymiz. Bo'ldi, yoqildi. Qanchadir vaqtdan keyin o'z avtomatik o'chadi. Keyin knopkani bosmaguncha yonmaydi. Qachonki bossiz yonadi, ya'ni qanchadir vaqt yoqib o'tirib, yana o'chadi. Keyingisi menyu. Bo'ldi. Uje to'liq nastroyka qilindi. Hammasi tayyor. Mana e'tibor bersanglar, hammasi o'zgardi. 9-iyun. Hozir vaqt 1:04 bo'ldi. Asr vaqtini ko'rsatdi. Glavniy ekranga e'tibor bersanglar, mana bu narsa znak budilnik qo'yilganini bildiradi. Bunisi esa noz vaqtda signal qo'yilganini bildiradi. Endi sizlar bilan qibla yo'nalishini qanday qilib ko'rishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun birinchi knopkani bitta bosib qiblagacha kelasiz. O'rta knopkani bosish orqali kirasiz. Kirganingizda rotate, ya'ni soatni 360 gradusga aylantirib turasiz. Bu narsa nimaga kerak? Turgan joyini yana ham aniqlashtirib olish uchun kerak bo'ladi. Soatni shu holatda aylantirasiz vaqt tugaguncha. Mana vaqtimiz tugadi.
ichidan strelka chiqishi orqali ko'rsatadi. Mana e'tibor bersanglar, kaba rasmichisida top bo'lgan bo'ladi. Strelka yo'nalishiga qarab joyinoma solinadi. O'rta knopkani bostirib chiqib ketamiz. Keyingisi sekundomer bor. Bu kirish uchun o'rta knopkani bosib turasiz. Mana 00. Boshlash uchun birinchi knopkani bosasiz. Mana minut, sekund, millisekund. Birinchi knopkani bossangiz pauza. Uchinchi knopkani bossangiz restart, ya'ni 0 ga tushiradi. O'rta knopkani bossangiz chiqib ketadi. Keyingisi my name, ism yozish. Bu funksiya ayrim soatlarda 6 ta, ayrim soatlarda 7 ta harfgacha ism yoki so'z yozishingiz mumkin. Bunga 6 ta sig'adi. Usmon deb ism yozamiz. Buning uchun o'rta knopkani bosib turib kirasiz. Show name, ya'ni ekranni ko'rsatish. Buni yoqamiz. Yozilganida ekranni ko'rsatadi. Yana o'rta knopkani bosib kiramiz. New name orqali yangi ism yoziladi. Usmon deb yozamiz. Birinchi knopkani bossangiz alfabet bo'yicha o'zgaradi. O'ziga kerak harfni belgilaysiz. O'rta knopkani bossangiz keyingi qatorga o'tadi. Tak, mana S chiqdi. O'rtani bosamiz, keyingi qatorga o'tadi. Yana M chiqquncha bosamiz. O'rta knopkani bosasiz. Endi N harfini yozamiz. Agarda shunaqa o'tib ketib qolsangiz, xavotirli joyi yo'q. O'rta knopkani bossangiz o'zi keyingi qatorga o'tadi. Uchinchi knopkani bossangiz orqaga qaytaradi. Mana, orqaga qaytdi. O'rtani bossang yana eski joyga qaytib olamiz. Yana qaytadan yozaveramiz. Tayyor. O'rta knopkani bosish orqali tasdiqlaymiz. Saqlanib bo'ldi, glavniy ekranni ko'rsatadi. Keyingisi bu Qur'on zametga, ya'ni oyat va surani belgilab qo'yishingiz mumkin. Bu nimaga kerak? Misol uchun Qur'on kitobi o'qiysiz, qaysi joyda to'xtaringiz. Shu narsani kitobga yoki diqqatga belgilab o'tirmaysiz, soatni o'ziga belgilab ketasiz. Buni foydalanish uchun o'rta knopkani bosib turib kirasiz. Mana birinchi sura Fotiha surasi turibdi. 3-knopkani bossangiz 114 ta sura bo'lgani uchun 114 dan u yog'iga o'tmaydi, kam ham ko'p ham ko'rsatmaydi. Tak, bizga birinchi sura Fotiha surasini bu oyatlar. Ya'ni nechta oyat bo'lsa, shuncha raqam turadi. Например, 4-oyatda to'xtadingiz. Saqlanib qildingiz. Mana, e'tibor bersangiz, birinchi surani 4-oyatda to'xtadingiz. Bu zametga uchun kerak, ya'ni kelgan joyingizdan davom etib turasiz. Keyingisi menyu, boya ko'rsatganimizdek menyu orqali to'liq nashrga qilinadi. Mana, boya yozgan ismimiz yozildi. Agarda kerak emas paytda 3-knopkani bossangiz ismdan sanib o'tadi. Yana bossangiz joyiga qaytadi. Keyin 3-knopkani bosganingizda ekran podsvetkasi bor, ekran to'liq yonadi. Eslatib o'tamiz, soat ichki mexanizm va sovutmasligiga 12 oy kafolat beramiz. Siz faqatgina soatni emas, aniq vaqt va xotirjamlikni sotib olasiz. Qanaqadir sizlarda tug'ilgan savol va takliflar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob bera o'tamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. Sog'mi, shayton bo'lmashadi. Video bomba bo'ldi.